Ay duo qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Allohim o'zingga cheksiz hamdlar bo'lsin. Cheksiz shukronalar bo'lsin Allohim. Shu xonadonga mana qiz farzandni beribsan. Umrimdan, rizqim bilan bo'lsin. Doya baxtli qiz bo'lsin, peshonasi ko'hli bo'lsin. Ketidan yana ko'p o'g'il qizlar bergin Allohim. Shu o'yda navaralar, avaralar ko'paysin. O'yini boshlari mana qudamizlar qo'sha qarib yurishsin. Kuyovim bilan qizim qo'sha qarib yurishsin. Doya bu yerda mana qizlari baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin, yaxshi kelinlar qilsin. Sana ham o'yinda to'y bo'lib kelinlar kelsin, navaralar bo'lsin ilohim. Hamma o'ylagan niyatiga yetib yursin. Doim men bolaman katta yigit bo'lib, u ham yaxshi joylarga kuyov bo'lsin ilohim. Shularni duogo'y bo'lib yuraylik, sog' salomat bo'lib. Allohim o'zi hamma narsaga qodir. Duo qilamiz, duolarimiz ijobat bo'lsin ilohim. Hammalarni Allohim tabriklayman. Alloh tabriklasin, Alloh xayrli qilsin, barakatli qilsin ilohim. Xonadoningizga rizqinglarni keng qilsin ilohim. Shuncha bolalar, shuncha odamlar ish qilib ketdilar, o'y barakali, o'y hech qachon nimalar qamaymasin, rizqinglar kamaymasin, ko'paysin u kamaymasin. Bolalar hammasi toparman bo'lsin. Shularni duogo'y bo'lib o'tiringlar, sog' salomat bo'lib. Robbana atina min ladunka rahmatan va hayy lana min amrina rashada. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Alloh qadr qilsin. Ya Allohim shukrlik yetkazganingga o'zingga beadad shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Allohim shu bergan ne'matingni, bergan avaramizni Alloh o'zing umrini uzoq nasibasini ziyoda qilgan, ota-onasidan bergan bo'lgan shu kelayotgan chaqalog'imiz xonadonimizga izli qutli bo'lib baraka olib kelsin inshaalloh. Katta qiz bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizq nasibasi ziyoda bo'lsin, ota-onasi shu baxtini ko'rib yursin, ota-onasi sog' bo'lsin. Shu yerda o'tirganlar hammamiz sog' salomat bo'laylik. Barnoyam Zafar bilan qo'sha qarib shu bolalarini rohatini ko'rsin ilohim. Qilgan mehnatlarini Allohim natijasini ko'rib, kelinlari Oyjon, Adajon deb shularni hurmatini qilib yurishsin. Izzatda bo'lib o'tirishsin bolalarim, shularni rohatini ko'rsin. Shu yozilgan dasturxonlarni Allohim ehson hisobida o'zingga topshirdik. Alloh o'zing ehsonimizni o'zing dargohingda qabul etgan. Hamma o'tganlarimizni Alloh rahmati jannati qilgan. Qolganlarni salomat qilgan. Eson omon borib kelishsin, chaqaloqni eson omon olib kelib olishsin. Hammamiz sog' salomat bo'lib, adasi ham sog' salomat bo'lib yursin, shularni baxtiga cho'qqillab. Umrimdan bergan bo'lsa, nasibasidan bergan bo'lsa, shuni bularni ota-onalari sog' bo'lsin. Amin. Biz ham sog' bo'laylik, bularni xursandchilikda doim shunaqa ko'p yillar sizlar bilan birgalikda o'tirishimiz hammaga nasib qilsin. Sog' salomatli, yaxshi solih qizlardan bo'lsin. Inshaalloh, aytganingiz kelsin. Muxtabarsiz ham sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'lib aytganingiz kelsin. Birga yuraylik. Hamma sog' bo'lib bir-birini ko'rishib yuraylik shunaqa. Bolalarimiz ishqib baxtli bo'lgan, saodatli bo'lgan, izli qutli bo'lsin kelayotgan farzandlarimiz. Ishqib ilohim xursand bo'lib to'ylarda Xudo xolasa hammamiz mana duolar qilib o'tirish nasib qilsin ilohim. Yana qo'sha farzandlar bersin. Bolam ilohim yaxshi borib kelinglar. Assalomu alaykum. Bexatar bo'lsangiz salomat. Ilohim, avvalambor Allohga shukrlarga yetkazganiga alhamdulillah, beadad shukronalar bo'lsin, cheksiz hamdlar bo'lsin. Amin. Ilohim shu kelayotgan qizimiz, nevaramiz rizqli, nasibali, izli qutli bo'lib kelsin. Ilohim Ramziddin ham Nilufar bilan qo'sha qarib yursin. Baxtli, saodatli bo'lsin. Ketidan yana yaxshi, solih farzandlar bersin. Ilohim shularni rohatida biz ham rohat ko'rib, baxtini ko'rib, ko'zimiz quvnab yuraylik. Ota-onalarimizni tan jonligi sog' bo'lsin. Bular ham hammaligisi shu evaralar o'zidan ko'paysin. Nevaralar o'zidan ko'payib, rohatini ko'rib, ilohim xursand bo'lib, mana shunaqa to'g'rilarga chiqib duolar qilib o'tirsin. Ilohim hammamiz mana shunaqa yaxshi kunlarda yana birga hammamizni jam qilsin.
iloyim kelma nima deydi kelayotgan yo'q boshqa narsa demoqchi edim eson borib kelsin tansiqatli salomatli bo'lsin iloyim Alloh xayrli qilsin iloyim yaxshilik bo'lsin buyog'iga ham yaxshi kunlar buyog'i ketidan ulanib ketaversin tansiqatli salomatli bo'lsin robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin Allohu akbar eson borib kelinglar amrini bersin doim shunaqa chiroyli kunlarda uchrashib yuraylik shu xonadonda doim yaxshi kunlar bo'lsin Asqar Jamila Guldora qo'shganlar qo'sha qarishib shu bolalarni rohatini ko'raversin kelayotgan chaqaloq qiz bo'lsin Saraxona bizga qutli kelsin xudoyo ota-onali bo'lsin rizqli nasibali bo'lsin eson-omon borib eson-omon kelinglar hamma bolalarim qo'shganimdan qo'sha qarib hamma yaxshi sog' bo'linglar bolam o'zimni oy qizim xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim shirin toy qizim o'zimni oy qizim xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim shirin toy qizim o'zimni oy qizim xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim shirin toy qizim o'zimni oy qizim xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim Buyugim bergan shirin ne'matim shirin kulguyingga olam to'lsin chakchi farishtam o'zing gavharim shukrona kuning muborak bo'lsin mana shirinim ko'zlari shahlo asraymiz seni va'damiz senga ko'zlar tegmasin jon qizim aslo Shukrona bo'lsin yolg'iz egamga Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim Xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim Hammaning havasi kelsin bolam Munchoq ko'zlaring hech ko'rmasin Erka toy qizim mening yagonam Onam kabi beg'ubor qizim Senga jonim beraman chin so'zim İşini yaparız. Darazdan bekletip koyayım. Ash Usmonni bitta olaman, yalay qarayotgan. Vamos a turbo. Rasmga tushirdi. Tabriklaymiz endi. Islom olib oldingmi? Baxtli taxlit Ana bitta badal duo qilaylik. Bola ishi ochib. Mujoz o'tiradi.
Allah endi umriga rizqiga baraka bersin. Er xotin qo'shiq qilib hamma o'ylagan niyatlaringlar hammalar o'yladi va yaxshi bo'lsin. Chillaxonalarda nima niyat qilsangiz o'sha niyatga amal bo'lsin. Inshaalloh umidlarga baraka bersin. Halol rizq bersin. Va iymonda islomda bardavom bo'lib, o'zimizga muslimat qilgan bo'lsin. Qoriya qizlardan bo'lsin ilohim. Hamma o'zini ko'zlarini quvnatsin. Dadasi, buvisi, dadasi mana bu yo'q kichkina bu, katta bu hammalari qo'shiq qilib yursin. Sog' salomat bo'lib. Endi veringlarni boylab chaqaloqni katta qilasan inshaalloh. Katta qilishimiz. Ketidan yana katta bo'lgan o'g'il qizlarni ko'pini bersin, bizga kelib duo qo'yib o'tiravering. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoballar. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الله اكبر. O'tiring, o'tirib o'tirdim. Katta qiz bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizq nasibasi ziyoda bo'lsin, ota-onasi bilan bergan bo'lsin, buvlari, dodalarini ardog'ida bo'lib yuradigan qiz bo'lsin. Qo'sha qarsin bolalarimiz. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Bu qiz bilan baxtli, saodatli bo'lib, katta qiz bo'lsin. To'macha gul ekan. Katta qolasizlar, xudo xolasa. Usmonga beringlar. Qani Usmon? Hamma qani Usmon? Voy, senga Laylani olib ketdi. Voy, senga Laylani olib ketdi, qani. Voy, mehri tushsin iloyim, mehrli bo'lsin Aysalim. Voy, mana qani. Voy, o'lib qolaman. Voy, qaychalarga rasmiy qo'ysaring. Voy, xush kelibsiz, Asal qizim. Voy, mana jonim. Voy, bu tumacha-yu, chisi Ramziddin. Девочкаlar shunaqa bo'ladi. Voy, девочкani ko'yligini qarang mana. Jonim mana. Iloyim baxtli qiz bo'lsin, baxtli qiz bo'lsin. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin Alloh. O'zim o'lgir insonni. Usmondan chiqibsan. Voy, nima ketdi? Madorda qo'yasiz. Ko'zini ochganda ko'ramiz endi. Chaqaloq olib ketdimi? Singni solib ketdi. Qara. Voy, Aysalim. Kelishadimi shunaqa? Yig'lab kelishib? Yo'q. Nima bo'ldi? Shapkasini ko'tarib. Hayron bu. Semiydi bola. Qizarib ketdi. Yo'q, kimga o'xshaydi? Chillasining ichidan keyin точно yana ham bilinadi.